Xpeng P7 avtomobilni eng oxirgi ultra pozitsiyasini eshiklari tepaga ochiladiganini yengisidan kutayotganlar uchun ikkita motorli dual motor 580-590 ot kuchiga ega mashina. Juda ham tez avtomobillardan bittasi. Bor yo'g'i 850 km masofani bosib o'tgan ekan. Kraskalari top-toza ekan. Mana shunaqa matoviy stanoy ranglarda. Ma'mutlari hammasi karbon elementlar bilan qoplangan. Salonlari Alcantara salon. Mana eng qimmat full komplektatsiyasida mashina olib haydashga tayyor bo'lib turibdi. Yangi avtomobil ekan. P7 tutayotganlar bo'lsa, pnevmalar Michelin ballonlarda, panorama, katta panorama gazli krishalarda, mana bular spoilerlar tushib chiqadi. Yangisini olib keltiraman desanglar ham, hop 354 mingga tushadigan mashina adashmasam, Xitoydan olib keltirsanglar ancha kutiladi. Bu 25-10-oy yangi avtomobil, bez probeg olib maza qilib haydashingiz uchun 46.900 ga berib boramiz, bosinglar.